Britaniyada siniq guldon 60 ming dollarga sotildi. Londondagi uy bog'idan topilgan ushbu guldon mashhur keramika ustasi Hans Cooper tomonidan yasalgan. Qayd etilishicha, guldon uzoq vaqt davomida britaniyalik ayolning uyida saqlangan. Keramik buyum sinib qolganida ham ayol uni tashlab yubormasdan Londondagi uyining bog'iga qo'yib, ichiga gullar solishda davom etgan. Shundan keyin interyer buyumi meros sifatida ayolning nabiralariga o'tgan. Ular ushbu guldon qiymatini bilish uchun Londondagi Chiswick auksion kimoshdi uyiga murojaat qilgan. Ekspert Joliot darhol vazaning noodatiy uslubiga e'tibor qaratib, uning tubiga 20-asr avangard keramikasining eng mashhur ustalaridan biri hisoblanuvchi Hans Cooperning belgisi tushirilganini payqagan. Vazaning yuqori qismi sinib tushgan va u qo'pol restavratsiya qilinganiga qaramay, kimoshdi uyi uning qiymatini 13 ming dollarga baholagan. Ammo savdolar vaqtida lotning qiymati kutilmaganda oshib ketgan. Natijada kimoshdi savdolari yakunida guldonni amerikalik anonim xaridor 66 ming dollarga sotib olgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, singan buyumning bunday qimmat narxga sotilganligining o'zi Cooper ishining san'at dunyosidagi naqadar yuqori ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Vazaning yangi egasi uni restavratsiya qilishga yana 10 ming dollar sarflab, buyumni dastlabki holatiga qaytarmoqchi.